Ana do'stlar, sementalımızdan bitta kirib qopti bozorimizga. Bozorni boshidan aytib ketaylik. 5 oylik bug'oz birinchisiga 45 million bozor savdo qilyapti. 50 million akamiz narx qo'yilyapti. 50 million. Biri 55, biri 60. Do'stlar bo'yi. 45 million narx qo'yilyapti. Bozor berishmayapti 45 millionga. 5 oylik bug'oz. Mana yana sementalmi bu ham aka? Bu ham semental ho'kiz. Semental ho'kiz. Bu qancha bo'lyapti? 35. Bitta torting. 35 do'stlar. Mana. 35 million bozor savdo qilishyapti. Siz nech pul narx qo'yyapsiz? 38 bo'lsa ketadi, 35 million bozor savdo qilishmoqda. Mana e'tiborib. Urush kerak. Ana sementaldi bolalari do'stlar. Sementaldi bolalari. Aka bunday turaylik. Tortingda ozroq qana. Ana sementaldi bolalari do'stlar, ular albatta ho'kiz. Chalasi ham ho'kiz aka. Chalasi ham ho'kiz. Chalasi ham ho'kiz do'stlar. Ana bolalaridan. Bozor nech puldan qilyapti aka buni? Bozor 30 milliondan narx qo'yilyapti do'stlar. 30 milliondan. Siz nech pul narx qo'yyapsiz? 35 dan baho qo'yilyapti. Uzoq. Barda ko'rishlaringiz. 35 dan baho qo'yayotgan ekan. Zo'r lekin. Nech pul olindi bular? Ana do'stlar, 6 milliondan olindi do'stlar. 6 milliondan qo'chqirlarimiz bir joyda. 6 milliondan. Ahmad, nima kerak? Surxon chorva. 6 million. Qo'zilarga birasmi? Az o'taman. Do'rmasaga charchamasdan. Va unosini ham tortsangiz, glavniga rasmga olaylik. Glavniga qo'yamiz deyman, sal tortsangiz. Ha? Surxon chorva. Instagram. Instagramdami? Hozir to'pon. Tayyor yurgan ekanman. Nech pul olindi yana bolaga? 22. Nechinchi bolasi ekan? 3-chi? Bilmasam o'zi nechinchi bola? Ha, ho'kizmi bolasi? Bolasi ho'kiz 22 ga olindi mana shu yana bola. 22. Ana bu tarafda yana sementallarimizdan bor do'stlar. Az ko'rsatamiz. Ana sementallarimizdan yana. Tog'a bu sementallar nech pul bo'ldi? 100 million deyapti. Ikkalasini? Ikkalasini 100 million. Baho qo'yyapti. Bozor nech pul qildi? Nima 45 ber deyapti nomus. Nech pul qilyapti bozor? 35 million qilyapti. 35 milliondan. 35 milliondan. Do'stlar, 35 milliondan savdo qilishyapti. 35 milliondan sementalimizni. Do'stlar, urg'achilarda ko'ramiz. Ular urg'achi. Bittasi ho'kiz, bittasi urg'achi ekan. Ho'kizlardan keyin ko'ramiz. Urg'achi alohida va ana yana ho'kizimiz ekan. Ho'kiz-ku bu. Ho'kizimiz ekan.
Va savdo necha pul bo'lyapti aka bu? 23 million bo'ladi aka. 23 million do'stlar. 23 millionga berishmayapti. Urg'ochilardan ko'ramiz. Necha pul bo'lyapti urg'ochilar aka? 95 ga 65. 6 million 500, 9 million 500 do'stlar savdo. 6,5 ga 9 million 500 savdosi bo'lyapti. Buzoq ko'raylik. Buzoq necha pul bo'ldi uka? 6 million bozor. 6 million bozor savdo qilishyapti ana. 6 million. Urg'ochi buzoq. Bugun Ana bu tarafda bular necha pul qoldi aka? Aka necha pul bo'ldi bu? 7 million 200 do'stlar. 7 million 200. Ola necha pul olindi aka? 11 ga. Zo'r lekin. 11 million oldi. Va uka necha pul bo'ldi bu? 82 83 bo'libdi do'stlar. Ana. televizorga chiqaradi. Zo'r. Ko'rdingmi? 8 million 200, 8 million 300. Mana ola parodalar bor bu yerda. Aka ola parodalar necha pul bo'ldi? 11dan bir joyda. 11dan bir joyda do'stlar. Ola. 8 oylik buzov deyapti hali. 11dan. Zo'r. Qaramayaq boqadir. Bitta taraf bo'ldi. Marksni oldi. Ana savdo jarayoni do'stlar. Qani necha pul so'rayapsiz ey? Labz necha pul so'rayapsiz aka? 9 million. Ana do'stlar, 9 million savdo qilishyapti. Blogerlarni pulga aka chiqsangiz beramiz aka. Ana 9 million so'rashyapti. Ketdi do'stlar. 9 ham qo'yaver, ham Qani? Nima? Necha pul bo'ldi aka bu ho'kizimiz? Ho'kiz necha pul bo'ldi? 13,5 do'stlar. 13,5. Nomerni ham beramiz. 13,5. Ayting nomerni, ayting. Nomeringlar Doniyor. Ayt. 91lik 710 85 88 nomerga telefon qilib bog'lanamiz do'stlar. Qizib turibdimi? Ana qizigan joyidan-da mana. Urg'ochi? Urg'ochi. Mana savdo jarayoni. Paroda ekan. Necha pul bo'lyapti savdo qilyapsiz, tog'a? 10,5 mana akamiz savdo qilishyapti. 12 bo'lsa ol deyapti. 12 bo'lsa ol deyishyapti do'stlar. 12 ga 10,5 savdo qilishyapti. Yo'q, yetishtirmay. O'g'irlab kelmagan bo'lsangiz yetishtirmaydi. 12 bo'lsa yetishtirmaydi. Ha. Yana savdo jarayonlari. Bunday turaylik. Necha pul savdo bo'lyapti aka? 15. 15? 15 deyapti akamiz. 15. Narx qo'yapti. Bola sal baland. Sal baland. Qora necha pul bo'ldi? Baland, past, necha pul? Tog'a, necha pul bo'ldi? Buruschi? 92 ga 9 million do'stlar. 9 million 200, 9 million. Qora, ola. Qora necha pul bo'ldi aka? Qarabozorni 10 bo'ldi. 10 million narx qo'yyapsiz. 10 million savdosi bo'ldi. Ha, 10 million savdo ekan do'stlar. 10 million savdosi bo'lishyapti. 10 millionga berish. Torting endi, bitta torting oldini. Ha, reklama qilingan. Torting. Ongan baraka. Hoppa. Bormi boshqa sotiladigan? Sotiladigan bormi? Sen boram. Bormi boshqa sotiladigan? Telefon nomer qo'yasizmi? Qo'yadi. 91lik 233 233 24 74 nomerlarga telefon qilib bog'lanib olsangiz bo'ladi. Mana shu qishloq ekan do'stlar mana. Ana yana. Qora necha pul qilyapsiz aka?
86? 86'da bermayapti. 86'da do'stlar, ertalab. Narxlar ko'tarilgan do'stlar, narxlar ko'tarilgan, narxlar ko'tarilibdi. Mana 8 million 600 dehqonniki deyapti, baraka topadigan. Bola necha pul bo'ldi akajon? 88 ga bordi do'stlar. Olamiz 88. Do'stlar, ming bor uzr, quyoshga ozgina yomonroq bo'lishi mumkin video. Endi quyosh hozirgi vaqtda shunaqa vaziyat. Tepaga ham chiqib olgani yo'q quyosh. O'shaning uchun. Mana Olaparodan. Olaparada necha pul bo'ldi aka? Necha pul bo'ldi Olaparada? 8 million 600 do'stlar. 8 million 600. Necha pul olindi bu qo'y? Olasan qo'ymama. Necha? Eshitmadim, to'g'risini aytsam. Qani aka, bitta ko'raylik. Necha pul bo'ldi aka? 8 million 800 do'stlar, urg'achimiz. Savdo bo'lyapti, berishmayapti. Mana 8 million 800 ga. Qora necha pul bo'ldi akajon? 9 do'stlar. Mana qoramiz 9 million savdo qilishyapti. Mana. Oldik mana. Necha pul bo'lyapti savdo? Necha pul bo'lyapti? 800 ga savdo bo'lgan. 800 bo'lgan ekan. Siz necha pul so'rayapsiz? 200 so'rayapti. 10 million 200 mana qoramizni. Salimni turaylik, bitta ko'rsataylik. Mana 10 million 200 hozir mana savdo qilyapti yana. Bering endi. Ana do'stlar. Baraka 10 million 200. Ana shu ham savdo bo'lyapti, ko'ramiz. Necha pul so'rayapsiz? 11 so'rayapti. 11. Akamiz o'zi 11,5 ming sol deyapti. Mana 11 million so'rashyapti. Bering ey, bering 11 ga, bering. 11. Ana do'stlar. 11 million. Mana buni shu ham savdo bo'lyapti-da, lekin. Necha pul so'rayapsiz? 1200? 1200. Qaysi biri? So'rashyapti. Dehqon olyapti. Bog'ishga, ha? Boqishga olyapti. Bering ey. Surxon chorva. Instagram ham, YouTube ham ikkalasi. Ikkalasi ham bor. Necha puldan bo'lib qoldi akajon? Ikkalasi. 28? Ha, 25. Do'stlar, ikkalasi 25 million. Savdo bo'lib turibdi, berishmayapti. 25 million. Qora necha pul bo'ldi akajon? 9 million mana shu qoramiz savdo bo'lyapti. 9 million. Sevimli tog'da ko'ramiz. Qoralarimiz. Necha puldan so'rayapsizmi buni? Yo'q, bobo so'rayapti. Bobo necha pul? 24, 12 dan do'stlar. Mana shu bobomiz savdo qilishyapti. 12 dan 24 million ga bordi, berishmayapti. Bu kalimiz necha pul bo'ldi aka? 10 million so'rayapti. 10 million so'rayapsiz. 10 million so'rashyapti mana kalimiz. 10 million so'rayapti, bermayapti aka. 10 millionga berishmayapti. 11 millionga ketadi deyapti, lekin 11 millionga qiyin do'stlar. 10 million. Havolarimiz. Voy, ola necha pul bo'ldi aka? 17. Bug'ozmi bu? Bug'oz emas do'stlar, 17 million. Bu olachi akajon? 16. Bug'ozmi bu aka? Qisir. Do'stlar, qisir. Necha pul qilyapti buni qisirda aka? Necha pul qildi aka? 12,5 do'stlar. 12 million 500 savdo bo'lyapti, berishmayapti. Yana bolam aka bu? Yana bola do'stlar. Nechinchi bolasi?
Nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bolasi do'stlar. Urg'ochi bolasi. Nech pul? 21 million savdo qilyapti, berilmayapti. 21 millionga berishmayapti Ichida do'stlar. 3 oylik bo'g'oz, Ana 3 oylik ichida Qo'g'lozi bo'g'ozi ham uzoq bor. tekshirsin, qo'g'lozi uyga borib, sog'ib ichib ko'rib, baraka topib, bola chaqasi bilan aytsin qoldi. Bormi boshqa sotiladigan uyda ham? Uyda bor, ha. Manzil Denov. Denov. Denovda do'stlar. Denov, manzil. Qaraxondan. Qaraxondan do'stlar. Uyda ikkita serim tuqqan bor. Ana. Hammasi zo'r. Buzoq erkak. Imkon qadar Telegram yoki WhatsApp nomeri ayting. 99 99 342 342 91 11. 91 11 nomerlarga telefon qilib bog'lanib olsalaringiz bo'ladi. Ana shu ena bolalarimizdan. Mana. Bo'g'ozmi bu? Necha oylik? 5 oylik bo'g'oz do'stlar. Mana. Necha pul qilyapti bozor? 16,5 do'stlar bozor savdosini qilishyapti, berishmayapti. 5 oylik bo'g'oz deyapti akamiz. Bo'g'ozlardan ekan. Bo'g'ozmi aka bu? Necha oylik? Bozor necha pul qildi? 15 million savdo qilishyapti. 6 oylik bo'g'oz do'stlar. Bu tarafda olib borodalarimizdan. Aka bu bo'g'ozmi kana katta? Bo'g'ozmi bu? Necha oylik? Necha oylik? Nechinchisiga? Bozor necha pul qildi? 14,5 do'stlar bozor. 4-inchisiga 4 oylik bo'g'oz do'stlar 14,5 bozor savdosini qilishyapti, berishmayapti. Ha, boryapti. Aka bu qaysi? Surxon Chorva, Instagram, YouTube ikkalasi ham. Aka bo'g'ozmi bu? Necha pul qilyapsiz? Bu hal bilmaymiz aka, egasi yo'q. Bo'g'ozmi bu? Necha oylik? Necha oylik bo'g'oz? 6 oylik. Necha pul qilyapti akamiz? 16 million. 16 million 6 oyga yaqinlashgan bo'g'oz do'stlar. 16 million. 16 million. Ana yana bolalarimizdan. Aka nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi. Bolasi urg'ochi ekan, ha? Necha pul qilyapti bozor aka? 20? Bermayapsiz. 20 millionga berishmayapti. 20 million. Zo'r. Suti ham yaxshi ekan. Ko'rishlaringiz. Bo'g'ozmi aka bu? Qisir necha pul qilyapti buni? 10? 13. Ha, 13. Ustiga do'stlar. 3 ta tuqqan. Qisir 13 million bozor savdo qilishyapti. Ana bu yoqda yana bolalarimiz bor. Ho'kiz aka, na bolasi? Nechinchi bolasi aka bu? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi, bolasi ho'kiz. Do'stlar, sizlarga mana bozor necha pul qildi aka? 27 ga berishmayapti do'stlar. Zo'r lekin 27 ga bolasining o'zi zo'r. 7 million. Yenasi bo'g'oz olmasa? Yo'q, qisir do'stlar, yenasi. 27 ga berishmayapti. Necha pul so'rayapsiz aka buni? 18. Necha oylik bo'g'oz aka? 8 oylik bo'g'oz do'stlar, 18 million savdo bo'lyapti mana shu yerda. Savdo bo'lib turgan joyidan. Zo'r. Bo'g'ozmi bu aka? Necha oylik? 7 oylik. Nechinchisiga? Birinchisiga. Birinchisiga 7 oylik bo'g'oz ekan do'stlar. Bozor necha pul qildi akajon? 23 million bozor savdosini qilishyapti. 23 million. Aka bo'g'ozmi bu? Necha oylik? 6 oylik bo'g'oz do'stlar. Nechinchisiga bu? 4-inchisiga do'stlar 6 oylik bo'g'oz. Bozor necha pul qildi aka? 21 so'rayapti. 21 ga berishmayapti. Zo'r lekin 21 millionga mana shu. Berishmayapti. Ana. Aka bolasi urg'ochimi buni? Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi urg'ochi. Bozor necha pul qildi akajon? 20? 25 do'stlar.
25 million bozor savdo qilishyapti, berishmayapti ana do'stlar. 25 million. Olindimi bu? Nima bo'lyapti bu? Olindimi, sotilyapti? Sog'diryapman aka. Nech pul savdo bo'lyapti? 18 million 300 mingga bermadi. Zo'r lekin mana ko'rishlaringiz Yovoshkana. Mana shu joyi qiziqda. Do'stlar, yuvoshgina ko'ryapsiz-ku, bolalarga ham sog'diryapti. Zo'r ekan lekin. Mana bolasi. Bolasi urg'acha. Urg'achi. Nech pul qildi bozor? 18 million 300 qildi. 300 jazman. Boshqa bormi sotiladigan? Bor, izi bor. Bor do'stlar, ma'zi. Ana shunaqa yuvoshgina mol oladigan bo'lsalaringiz, mana shu akamizni o'zlariga bog'lansalaringiz, bemalol albatta yuvosh mollarni topib beradi. Manzil Denov, Qo'ybeshibda. Telefon nomerini ayting endi. 99lik Xo'p, 600 1090. shu nomerlarga telefon qilasiz do'stlar. Bundan ham kattalaridan ham bor, kichkinalardan ham bor albatta. Ikkalasiga ham. Unda qilmadi. Ho'kiz bolasi. Bularni xotin Nech pul? O'tasi beradi. Unga bergimiz kelmadi aka. Nech pulga bermadingiz aka? 18? 18 millionga bolasi ho'kizni berishmagan do'stlar. Nechinchi bolasi bu? 4-chi bolasi ekan. Yaxshi, 18 millionga berishmagan. Qani yana mana bolalarimiz. Aka bu nechinchi bolasi? Birinchi bolasi do'stlar. Urg'achi. Birinchi bolasi. Bozor nech pul qildi aka? 17-18 savdo bo'lishmoqda do'stlar. Ana shunaqa. Ana shunday kichkina ona bolalar kerak bo'lsa, endi yuvoshgina kichkina ona bolalar kerak bo'lsa, mana shu akamiz o'zlariga telefon qilasizlar. Mana shu akamiz o'zlariga, mana shu har bozor kichkina, mana shunday endi yuvoshgina ona bolalardan topib keladi, o'ziniki, dog'lasa dehqonniki. Telefon nomerini ayting aka. 645 Kodini ayting. 90lik 90lik 645 1061. 1061 nomerlarga telefon qilib bog'lanib, bemalol bog'lanib olsalaringiz bo'ladi. Sotadiganlar bo'lsa ham murojaat qilsalaringiz bo'ladi mana shu akamizga do'stlar. Mana bu tarafda sotilganlaridan. Nech pul olindi mana shu qora? 32 millionga mana shu qoramiz do'stlar. Sekin ayting, ho'kiz do'stlar bolasi. Bolasi ho'kiz. Mana. Nechinchi bolasi bu? 5-chi bolasi do'stlar. Rossiyskiy deyapti. Zo'r lekin 32 millionga ketdi. Bolani ko'ryapsizlar. Ani. Вообще zo'r. Bozor zo'r bo'lyapti do'stlar. Shu joyiga bitta like kerak, podдержка kerak. Albatta bizni kanalimiz yangi, o'shaning uchun do'stlar qo'llab-quvvatlab turishlaringiz kerak albatta do'stlar. O'shaning uchun bitta like-ni bosib qo'ying. Nech pul so'radingiz? Qanday pul oldi aka? 32. Ana 17 million so'rashmoqda. Nechinchi bolasi aka bu? 3-chi bolasi urg'ach. Ho'kiz do'stlar, 3-chi bolasi 17 million 500 savdo qilishmoqda. Berishmayapti. Zo'r ekan do'stlar. Savdo bo'layotgan joyingizni ko'ramiz do'stlar. Ana uziga tekshirib beryapti mana. Ha, uziga tekshirayotgan ekan. Bo'g'oz emaslikda uziga tekshiryapti. Zo'r. Qani biz ham bitta ko'raylikchi. Nima deyapti apparatingiz? Aka, bunday turingda. Apparat nima deyapti apparat? Yo'q apparatda. 6 oylik bo'g'oz. 6 oylik bo'g'oz deyaptimi? Aniq 6 oylik bo'g'oz deyapti akamiz. Ana do'stlar, mana shunaqa xizmatlar kimgadir kerak bo'lsa, mana shu akalarimizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Uydan turib uyga ham borasiz-a? Uyga desangiz uyga, albatta bozor desangiz bozorga. Qidirib yurmaysiz, bozorda ham albatta do'stlar. Telefon nomerini ayting aka. 6 oylik bo'g'oz. Mana 6 oylik bo'g'oz. 99lik Bunday turaylikda sal, bunday turaylik. 99lik 288 25-29 nomerlarga telefon qilib bog'lanasiz do'stlar. Bemalol 6 oylik bo'g'oz sigirimiz ketdi. 6 oyligiga chiqdi 20 million bo'ladi. Hop. Shunaqa variantlar ham bor do'stlar. Hozir qiynalib yurmaysiz. Bo'g'oz yoki bo'g'oz emas deb narxini kelishasiz.
Yana ona bolalarimizdan. Aka bolasi ho'kizmi buni? Urg'achi. Nechinchi bolasi ekan? 5-chi bolasi urg'achi. Savdo qilib turgan joyi do'stlar. Nech pul qilyapsiz? Nech pul qilyapsiz? 15 million narx qo'yapti do'stlar. 15 million akamiz narx savdo qilyapti. Nech pul bozor qildi? Nech pul narx qo'yyapti? Siz nech pul narx qo'yyapsiz? 17 narx qo'yilyapti do'stlar. 17. Surxon chorva. Instagramda ham. Ana do'stlar, bolasi aka ho'kiz. Nechinchi bolasi akajon? 6-chi bolasi ho'kiz. Juda ham zo'r do'stlar, to'g'risini aytdi akamiz. Qo'yillik. Bozor nech pul qildi aka? 18 million bozor savdosini qilishyapti. Kalimiz ham bor do'stlar, kal so'raganlarga. Aka, kalimiz urg'achimi bolasi? Kal urg'achimi? Erkak bolasi. Ho'kiz do'stlar, 20 million so'rashyapti. 20 million. 20 million. Jo'rabek. Gapirdim bolalarga. Jo'rabek, endi gapirdim. Nechinchi bolasi bu? Ho'kiz ekan, bolasi. Birinchi bolasi ho'kiz do'stlar. 17,5 ga bermayapsiz. 17,5 ga bermayapsiz. 17,5 ga berishmayapti. Qani yuring. Qani yuring qani? Ana do'stlar. 5 ta 6 ta sutiga garantiya deyapti akamiz o'zi. Albatta. Ayting. 33 565 90 60 nomerlarga telefon qilib bog'lanib olsalaringiz bo'ladi do'stlar. Sog'lom bo'lyapti. Yana sizlarga ona bolamizdan. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bola. Ho'kiz urg'achi, ikkinchi bolasi do'stlar. Bozor nechta pul? 20 million do'stlar. 4 ta 5 ta suti bor albatta. Bemalol telefon qilib mana shu nomerlarga bitta nomer kelasiz. Bitta nomerga telefon qilib. Qani tishini biz ham bitta ko'raylik. Mana tashlasizsiz bo'lsa. Yo'q, u ko'taring. Mana ko'rishlaring. ketdi internetga. Mana shu savdo jarayon bitta ko'raylik. Nechinchi bolasi aka bu? Ho'kiz? Urg'achi. Nech pul savdo bo'lyapti aka? Nech pul? Hozir dehqon so'rang. 24 do'stlar. 24. Voy 24 qilyapsizmi aka? 24 million bozor savdo qilishyapti. Siz nech pullar qo'ydingiz aka? Nech pullar qo'ydingiz? Bahosi yo'q aka. Bahosi yo'q a? 24,5 savdo bo'lgan ekan, bermadim deyapti. 24,5 do'stlar. Tayyor lekin bermayman. Mana 24 million mana shu akamiz 24 million o'zi narx qo'yilyapti. Qani yana sizlarga bolasi ho'kiz. Aka bu nechinchi bolasi? 5-chi bolasi ho'kiz do'stlar. 5-chi bolasi ho'kiz. Bozor nech pul qildi aka? 22,5 bozor savdo. 22,5. Mana yana sizlarga kichkina sigirlarimizdan bolasi ho'kizmi aka? Urg'achi. Nechinchi bolasi bu? Birinchi bolasi urg'achi do'stlar. Nech pul qildi aka bozor? 18,5. 18,5 do'stlar. Zo'r. 18,5 ga berishmayapti. Mana sizlarga. Buni bolasi qaysi aka? Sariq do'stlar. Ho'kiz. Sariq. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi. Nech pul qildi bozor? 26,5 ga. Zo'r lekin 26,5. Yana katta ho'kizimizdan. Aka nechinchi bolasi bu? 4-chi bolasi do'stlar. Bo'g'oz emasmi bu? Yo'q. Nech pul qilyapti bozor? 29,5 30 so'rayapti. 29,5 30 ekan do'stlar. So'rashmoqda. Bolasi erkak. Bolasi ho'kizcha. Nechinchi bolasi bu?
Ikkinchi bolasi do'stlar, bolasi ho'kizcha. Ana. Bolasi ho'kiz do'stlar. Ikkinchi bolasi nechta suti bor aka? 10 litr suti 10 litr suti bor, 5 tadan, 1 sutkada. Olindimi, sotilyaptimi? sotilyapti. Necha pul bozor qildi? 28 million so'raydi. 28 million bozor savdosini qilishyapti, berishmayapti. Agar 28 ga qo'shiladigan joyi bo'lsa, qo'shsangiz ketadi do'stlar. Qayda moli bu? Bu Dino G'alabaniki. Dino G'alabaniki do'stlar. Telefon nomerni ayting aka. Ana shu akamizni o'ziga telefon qilasiz, o'zi kutib olib, o'zi sotadi albatta. 97lik ayting. 550 9884 nomerlarga telefon qilib bog'lanib olsalaringiz bo'ladi do'stlar. Yana olib boradilarimizdan. Olib boradilarimizdan do'stlar. Nechinchi bolasi aka bu? 3-bolasi. Tishini Bolasi ho'kiz, 3-bolasi. Ana do'stlar. Ishni ham ko'rishlaringiz mumkin. Bu 2 kunlikmi, 3 kunlik yo bir hafta? 5 kunlik bo'lsa buzog'i. Necha pul qilyapti bozor? 28 million so'rayapti. 28 ga berishmayapti. 10 ta sutga Xo'p, ko'rib pulni beraveradi, garantiyasi shu. Mana bolasi erkak, gibrid buzog'i. 5 million baho qo'yapmiz, kami bor. Kami bor. Pasti 28 so'rayapti. Hozir 28 so'rashmoqda do'stlar. Bundan boshqa ham bor do'stlar akamizda. Bu sotilmasa buni ham olsangiz bo'ladi albatta. Yoqqan bo'lsa, imkon qadar Telegram, WhatsApp bor nomer ayting. 99lik 3 0446 0446 nomerlarga telefon qilib bog'lanib olsalaringiz bo'ladi. Aytavering, yana bitta nomer bor. Shoshmay turing. Ayting yana bitta. 99lik 675 675 7768 7768 nomerlarga telefon qilib bog'lanamiz. Bu nomer ishlamasa bunisiga chiqasiz, u nomer ishlamasa unisiga chiqasiz. 28 million hozirgi vaqtda bozor savdosini ko'rmoqda, albatta berishmayapti do'stlar. Qarang, yana sizlarga bolali sigirlarimiz, ona bola sigirlarimizdan. Ana bolasini qo'yib yuboring, ozgina oldiga borsin. Necha bolasi bu? Bolasi birinchi bola, bolasi ho'kiz, urg'achi. Urg'achi do'stlar, birinchi bolasi. Hoji bo'lardi ham. Necha pul qilyapti buni? Buni 35 qilyapsiz. 35 millionga berishmayapti do'stlar. 35 millionga mana xaridorlar oldida o'tiribdi do'stlar. 15 ta suti bor ekan. 15 ta suti bor deyapti. Birinchi bolasi 4 suqunasi 15 ta bolasi. Qanchaga? 35 millionga. Savdo necha pul bo'ldi? 32 qilyapti. 32 ga berishmayapti. 32 ga berishmayapti. Telefon nomerni ayting. 97lik 190 0064 nomerlarga telefon qilib 15 ta sutiga garantiya do'stlar. 15 ta suti bor. Nechinchi bolasi? Bulonjimmi? Qo'yib boring. Do'stlar, sal qo'yib boraylik. Oldiga yaqinlashib. Ho'kizma bolasi, urg'achi. Ho'kizcha buzog'i do'stlar. Nechinchi bola? 3-chi buzog'i do'stlar. Bolasi ho'kizcha. Ana sizlarga zo'ridan nechta sutiga garantiya berasiz? 8 taga garantiya beriladi do'stlar. 8 taga. Necha pul bozor savdo qilishyapti? Bozor men 26 bilan baho qo'yapti. Xo'p, 26 million narx qo'ydi. 24,5 24 bozor savdosini qilishyapti. Agar olaman deganlar kelishib beraman. Oladiganlarga kelishtirib beraman. Variantga ham beramizmi? Variantga ozroq bo'lsa Variantga ozroq bo'lsa ketadi do'stlar. Endi molni ham variantga beraylik do'stlar. Mana sizlarga varianti bor ona bola sigirimizdan. Juda zo'r do'stlar. Ha, nomerni ayting, variant dedik, nomerni qo'ymadik. 88lik 104 4144 nomerga do'stlar. Variantga do'stlar, izi ham bor, xohlagancha cheklanmagan muddatda do'stlar. Mana shu ukamiz o'zlariga telefon qilib bog'lanasizlar. Mana buni aka bolasi bormi u yoki o'zimi buni? Buni bolasi bormi o'zimi? Ha, bumi? Bu ekan do'stlar, bolasi zo'r. Nechinchi bolasi bu aka? Necha pul narx qo'yilyapti? Qancha? 40 million. Ana bolasi do'stlar, ko'k. 40 million bozor savdosini qilishmoqda ekan.